Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Mana Qo'qondagi Saxiy magazinimizda mana ko'rishingiz mumkin. Agrotexnika do'konimizda spejatgamiz kelgan, ya'ni universal, yonida pichog'i bor. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi holati chachilgan, yig'ilmagan holati. Keyingi videomizda tayyor holatini ko'rsatamiz. Mana ustalarimiz bilan yig'ib mana spejatkamizda motor korobka tomonidagi holati mana shunday bo'ladi. Upa-ko'pga so'raganlarga roli o'zi bilan bo'ladi, legirobkali bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita baloni bo'ladi, Cherokee va motori. Remellari mana skorlarigacha hammasi chiqadi, mana ko'rishingiz mumkin. Ustidagi so'mkachasi mana bu yerda turadi. So'mkachasi chetda turadigan bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi Superbedamizning korobka motor qismi. Korobkasiga mana bu yerdan yoq quyiladi akalar. Motorning o'ziga kartiriga yoq quyiladi. Remellarigacha mana ikkitalik 1200 o'lchamdagi remen bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ishlatadiganlar bo'lsa, almashtirmoqchi bo'lganlar. Va jatkamizni ham mana ko'rishingiz mumkin. Kalpaylari va eng qizig'i yoq quyadiganlargacha bo'ladi bularimiz. Yangichidan chiqadi. Bulargacha qo'shib beraman. Jatkamizning ikkita so'mkasi, pastapkalari, yonidagi pichoqlari, hamma narsasi kalpaylarigacha bor. Hozir yig'ib tayyor holatda keyingi videoda ko'rsatamiz va jatkamizda originali mana tepadagi sep qo'ysalaring ham bo'laveradi. Ya'ni 2 metr, 3 metrlik payalarda, shipirgilarda o'rsalaring bo'laveradi. Hamma zapchastlari chiqadi mana orqa tomondan ko'rishingiz mumkin. Zanjirli ulab keyingi videoda tayyor holatini obzorini qilib beraman.